Komolga tushgan Muji meteoritdan do'stlar oldi keyni bo'lib hozir 30 kilodan ortiqroq meteorit yig'ilib bo'ldi ya. Etrafdagi nurg'un do'stlarimiz kelib izlagan bo'ldi. Tunigun o'lishgunni yog'i jutis tushgan yani tepib nurg'un do'stlarimiz topgan bo'ldi. Biz buni astronomiya sariga qo'yan qilg'ili avatib o'tgan, qo'yan natijasimi chiqish oldida turyapti. Meteor tevaskarlari yurak berib saqlayolib meni qo'shmagan do'stlar qo'shib olgandan keyin qo'linglardagi toshlarni inkasraniga avatib qo'ysanglar bizga yarasa biz setib olamiz, boshqalarga yarasa boshqalar setib olishi mumkin. Nurg'un do'stlarimiz so'rabdi, shu meteor tushsa nimishqa cho'ng o'rak paydo bo'lmaydi deb. Bu sizlar kinoda ko'rgandek unda holat bo'lmaydi. Meteorit osmondan tushayotgan vaqtida yoki oz qolgan vaqtida parchalanib ketadi, havoning bisimi bardoshlik berolmay. Mavo havoda turib parchalanib ketgandan keyin tushgan parchasi. Buning onatan cho'ngroq holati bo'ladi. U udil kelib so'qilgan vaqtlarda undan keyin cho'ng o'raklar paydo bo'ladi. Havoda parchalanib ketgan vaqtlarda unchalar cho'ng o'raklarni paydo qilib etmaydi. Nurgul kişilerle doğru değil bu ne? Yok ben kişiyi gör bakmak ya. Ben bir tortke mavu. Mavu burun ke bir torut. Ara şarsman taşlık taşlık tortke. Maya da tapar. Taraflarını mı sen tapar? Bir ayda gözüne tapar. Mana Komol Muji yumushi degan bir tal tepilibdi, ikki tal tepilibdi deysizlar, 30 necha kilo tepilib bo'ldi hozir mana. Men topgan partisi. Yana bir partisi. Ve sonra先吃吧，吃完了再喝。你们不喝就多吃点。 Muji yumushi. Yok, çok olmuyor. Eyvah. Kesmisini kesib hozir Xo'yan shig'im kirib bo'ldi. Xo'yan natijasi chiqsa buni da'vat qilgan. 这是他的，这是根据地。 O'zim yo'q aytib qaraman. Muji degan shunday. 咱们经常吃那个土门子那个李子浩那个老板娘王勇的表姐。